Tasavvur qiling, 3,5 soatning ichida Amerikaning podrazdeleniyasi Delta Force Venesuela prezidentini Nikolas Maduroni yotoqxonasiga bostirib kirib, uni va uni xotinini Amerikaga olib ketishadi. 3,5 soatning ichida Venesuela prezidenti qo'lga olinadi va Amerika unga 4 ta katta ayblovlar qo'yiladi. Bu terrorizm, narkotrafik va qurollar оборот bo'yicha ayblovlar qo'yiladi. Lekin hamma bitta narsani e'tibordan chiqarishadi. Venesuela bu oddiy davlat emas. Bu dunyodagi eng katta neft zaxirasi. Saudiya Arabistonni, Ironni va Iroqdan ham ko'proq. 300 milliard barrel neft. Bu 18,5 trillion dollar degani. Ya'ni oltin, gaz, olmoslar ham bor. Endi o'ylab ko'ring, nimaga Donald Trump aynan Venesuelani o'z nazoratiga olmoqchi bo'ladi. 18 trillion dollar neft, oltin va gaz zaxiralari. Bu oddiy narkotrafik bilan kurashish emas. Bu Latin Amerikadagi eng boy resurs davlatni nazorat qilish. Obuna bo'ling. Bu faqat boshlanishi.